O'zbekiston Respublikasida haqiqiy matematika o'chog'i deb yuritilgan Qorako'l o'quv markazida ko'plab malakali mutaxassislar, haqiqiy oliy toifali ustozlardan bilim salohiyatini olib kelayotgan bir qancha o'quvchilarni aytsak arziydi. O'quvchilarimiz allaqachon oliy ta'lim muassasalariga o'z sertifikatlarini naqd qilib qo'yishgan. Bunda esa mana bunday o'quv markazlarida faoliyat olib borayotgan haqiqiy ustozlarning, chin ma'nodagi ustozlarning bilimlari yetarli deb o'ylaymiz va ularning yordamlari ham katta. Qorako'l tumaniga qatnash bizni tumanimiz o'quvchilari uchun birozgina muammo tug'dirishi tayin edi. Bugun esa aynan Olot tumanimizning o'zida mana shunday Qorako'l o'quv markazining ochilganligi biz uchun ham, farzandlarimiz uchun ham juda katta imkoniyatga ega deb o'ylayman. Ya'ni unda aytmoqchiman, ona tili adabiyot, rus tili, ingliz tili, matematika, mantiqiy fikrlash barchasi bo'yicha haqiqiy ustozlarimiz o'quvchilarga o'z bilimlarini berib boradilar. Bolalarimiz unda o'zlariga kerak bo'lgan fan yo'nalishlari bo'yicha sertifikatlarni qo'lga kiritadilar va biz bugun ko'rdik va shunga guvoh bo'ldikki, kamida 60-70% o'quvchilarimiz o'zini fan bo'yicha sertifikatlarni qo'lga kiritganlar.